Asli paxtachilik bugungi kunda Samarqand shahrida faoliyat olib borayotgan ishbilarmon yoshlardan biri. Boburjon Astanov bundan 3 yil avval Sam Eco Bench, ya'ni aqlli tashqi o'rindiqlar loyihasiga asos soldi. Ushbu startap loyihani amalga oshirishdan maqsad nima? Uning yaratilish tarixi qanday? Jamoamiz bilan Sam Eco Bench, ya'ni aqlli tashqi o'rindiqlar, aqlli bekatlar loyihasiga asos solganmiz. Loyihani boshlashimizga asosiy sabab ancha yillar oldin boshqa viloyatga sayohat qilish uchun borganimizda gadjetimizda quvvat o'lib qoldi. Ya'ni batareykasi tugab qoldi. Shunda hududdagi do'konlarga, misol uchun kafelarga borib turib, gadjetimizni quvvatlab olsak bo'ladimi degan savol bo'lganda, faqatgina kirib bizning xizmatlarimizdan foydalansangizgina biz sizni gadjetingizni quvvatlab berishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa bizga gadjetingizni bering, biz qo'yamiz, keyin sizga olib chiqib beramiz degan narsalar bo'lgandi. Bugungi kunda hammamiz bilamizki, smartfonlarsiz yoki gadjetlarsiz hayot tasavvur qilib bo'lmaydi. Doimiy kerak bo'ladi va biz shu qarorga keldikki, nega endi hududlarda mahalliy aholi uchun yoki turistlar uchun biz bepul quvvatlash imkoniyatini qila olmaymiz. Xalqimiz va mehmonlar uchun ana shunday imkoniyatni yaratish maqsadida Boburjon jamoa tashkillashtirib, xorij tajribasini o'rganishga kirishdi. Ijtimoiy tarmoqda ko'zimiz tushib qoldi. Xitoy Respublikasida smart skameyka, ya'ni smart tashqi o'rindiqlar qilingan ekan va biz 2023-yilda jamoamiz bilan namunani tayyorladik. Lekin biz shu yerda muammoga duch bo'ldikki, Markaziy Osiyo iqlimi bilan Xitoy yoki Germaniya iqlimi mos kelmas ekan. Ya'ni u uslubdagi smart skameykalar bizni iqlimga mos kelmadi. Va biz keyinchalik izlandik va yangi uslubdagi smart skameykalarni ishlab chiqdik. Albatta, Boburjon uchun startap loyihani amalga oshirish oson kechmadi. Bir qancha qiyinchiliklarni yengib o'tishiga to'g'ri keldi. 2023-yilda faoliyatimizni boshlaganda har bir startapda bo'ladigan holat, buni yoshlarga ham aytib o'tishimiz kerak. Biz mahsulotni chiqardik, bo'ldi, bizning bozorimiz chaqqonlab ketadi. Biz yangi tovar ixtiro qildik. Sotuvlarimiz o'z-o'zidan bo'ladi. Yo'q, startap shunday narsa ekanki, loyiha o'ziga bozor yaratar ekan. Ya'ni mavjud bozorga kirib keladigan mahsulot startap emas ekan. Biz shu yerda noto'g'ri tushunchaga borganmiz. Ya'niki demoqchi bo'lganimiz 2023-yilda startap sohasiga nisbatan e'tibor kamroq edi. Lekin so'nggi yillarda 24-25-yillarda davlatimiz rahbari tomonidan startap loyihalariga alohida e'tibor berilyapti. Mamlakatimizda yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holda startap loyiha bilan turli tanlovlarda ishtirok etildi. Yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holatda bugungi kunda startapimizni biz yangi darajaga olib chiqdik desak ham bo'ladi. Bunga birgina misol qilib o'zimizning xizmatlarimiz, mahsulotlarimiz sonini kengaytirganmiz. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tilgandek smart skameyka loyihasini ishlab chiqdik va undan keyingi qadamimiz smart bekatlar loyihasi bo'ldi. Konigul turizm qishlog'i bo'ladi. U yerga biz 3 dona smart bekatimizni o'rnatdik. Biz 2025-yilda bahor oylarida xalqaro tanlovda ishtirok etdik, ya'ni xalqaro Green Spark tanlovida va u yerda biz munosib ishtirokimiz tufayli loyihalarimiz yaxshi deb topilgani hisobidan $3000 grant mablag'i yutdik va ushbu mablag'lar bizni faoliyatimizni yanada kengaytirishga xizmat qildi. Samarqanddan demak, bu o'tiradigan mana skameyka. Xalqaro ko'rgazmalarga bordik. Sim tortib, tok tortib yurish shart emas. Loyihalarimiz taqdimotini o'tkazdik. Tepasi quyosh panellik. Shu yerda loyihamiz haqida juda ham bir yaxshi iliq fikrlar bildirildi. Xullas, mana bitta telefon zaryadka ham qildirish mumkin. Va bundan tashqari biz 2025-yilda Respublika yashil hudud tashkiloti bilan qariyb 1 milliard so'm miqdoridagi shartnomalar imzolashga erishganmiz va respublika bo'ylab mahsulotlarimizni keng taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Viloyatimizda startap loyiha orqali korxona tashkil qilgan yagona yosh tadbirkor Boburjon Astanov Samarqand shahridagi Remox Solar korxonasi vakillari bilan hamkorlikda yangi loyihalarni amalga oshirmoqda. Men Astanov Shohjahon, Sam Eco Bench hamda Remox Solar korxonalarining bosh texnik muhandisi bo'laman. Bugun biz quyosh suv isitgichlarini, ya'ni geokollektorlarni samaradorligini oshirish masalasi bo'yicha yangi startap loyihalarni ustida ishlayapmiz. Misol uchun oladigan bo'lsak, bu qurilma geokollektorning asosiy bosh miyasi hisoblanadi. Bizning startapimizning asosiy maqsadi bu Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan bo'lib, u yerning ob-havosiga mo'ljallangan. Oddiy bir misol qilib oladigan bo'lsak, O'zbekistonda yoz kunlarida bizdagi ob-havolarning isib ketishi sababli bunda dasturiy ta'minotida kamchiliklar aniqlangan. Bizning startapimizning asosiy maqsadi o'sha dasturiy ta'minotni
yangilash va O'zbekiston iqlimiga moslashtirish. Bundan tashqari, quyosh suv kollektorlarida mavjud tentlarni ko'rishimiz mumkin. Biz bunda yangilik nima qilmoqchimiz? Bu bulutli kunlarda, bulutli ob-havolarda ichkaridagi suvning issiqligini barqaror ushlab turish uchun qilingan. Bizda hozirgi startapimizda yana bir yangilik, buni 220 volt oddiy tokda emas, 12 volt kichik tokda ishlash bo'yicha ishlayapmiz. Boburjon Astanovning faoliyati shuni ko'rsatadiki, oddiy hayotiy muammodan boshlangan g'oya, izlanish, sabr va bilim orqali mamlakat miqyosidagi innovatsion loyihaga aylanishi mumkin. Sam EcoBench nafaqat qulaylik yaratgan startap, balki ekologik barqarorlik, yashil texnologiyalar va yosh tadbirkorlar rivojiga xizmat qilayotgan muhim tashabbusdir.